Assalomu alaykum hurmatli bizani tadbirkor akalarimiz. Sizlar uchun bugun Yunusobod tumani Samarani shundoq ro'parasida joylashgan biznes qilishingiz uchun idealli joyi ko'rsataman. Mana ko'rayotganingizdek bizani maydonimiz 150 sotix. Orientir tushuntiraman. O'ng qo'limizni betonkadan kevurishimizni, chap qo'limizni bo'lsa hozirgi kunda Yunusobod City, ya'ni Hightown City na kevurishimizda lokatsiyani juda zo'r joyida joylashgan joyimiz. Ko'rayotganingizdek, oldi tarafda o'zini alohida turgan binosi bor, 4 qavat, 2800 kvadrat. Oldi tarafi juda katta, ko'rayotganingizdek, parkovishni zona qilib qo'yilgan. Ichkarida yana sklad uchun mo'ljallangan joylarimiz bor. 12000 kvadratli skladimiz. Buzib tashlashga jalkayu, lekin aynan shu lokatsiyadan siz novostroyka quradigan bo'lsangiz, menimcha idealniy taklif. Birinchi maktabni ko'rsataman, ichini aka kelgan promzonamizga o'tamiz. Bino 4 qavatli aka, liftlargacha qo'yib qo'yilgan. Xususiy maktab bo'lib ishlagan, erkaklar, ayollar uchun alohida sanuzyullarimizgacha qilingan. Maktabning ichida aka medpunktlargacha qilingan. Xonalarini ko'rsatib o'taman. Birma-bir ko'rayotganingizdek, mana shu dars xonasiga mos keladigan qilib ko'rayotganingizdek, shunaqa remont qilib qo'yilgan. Undan tashqari отопление konditsionerlarigacha har bitta xonamizda qo'yilgan. O'ng taraf, chap taraf xonalarimiz zerkalli tushgan. Bu yoq tarafimizda ham ko'rayotganingizdek, mana xuddi shunaqa kabinetli sistema qilingan. Asosiy darvozamiz mamizdaniga umuman xalaqit bermaydigan qilib qo'yilgan qorovul xonalarimiz, katta mashinalar, furalar bemalol kirib, ko'rayotganingizdek mahsulotlarni tushirib, bemalol skladga o'tib ketadigan hamma sharoitlarimiz qilingan. Birinchi skladimiz 3000 kvadratdan birinchi, ikkinchi qavat. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, xuddi shunaqa skladimiz 3000 kvadratdan birinchi va ikkinchi qavatlarimiz joylashgan. Mahsulotlarni bu yerga joylab ishlab chiqarish ham qilsangiz bo'ladi-yu, lekin menimcha aka novostroyka bu yoqqa juda ideal tushadi. Xo'p, hozir unda bu yerda bizani mana shu promzonamizning qatorida ofislarimiz bor. Ofislarimizni bitta ko'rsatib o'taman. Asosiy binoyimizga kirdik. Razdelniy sanuzyullarimiz joylashgan. Ishchilarimiz uchun sharoit, namozxona, oshxonasigacha joylashgan. Shunda kirdik, o'ng qo'lda aka bu yerda bizani mana shunaqa переговорный katta zalimizni kutib oladi. Ya'ni mehmonlar keladigan bo'lsa, переговорlarni o'tkazishga ko'rayotganingizdek mana shunaqa o'zini hamma sharoitlari qilib qo'yilgan. Xo'p, kelgan bu yerda bizda sklad uchun mo'ljallangan xonamiz ham bor. Mahsulotlar kelsa, mana shu o'zida tushirib olsa bo'ladi. Skladga Рабочий zonamizga o'tamiz. Kirdik, chap qo'lda bitta xonamiz joylashgan. O'rtada katta hol, zal ожидания va kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bo'lsa, bu yerda bizani direktorskiy xonamiz joylashgan aka. Hammamizga nasib qilsa, mana shunaqa xonalarda o'tirib, million tudan million suda ishlarni hal qilish. Xo'p, keyingi xonalarimizga o'tamiz. Bu yerda bizada shunda holda zal ожидания, divanli zona qilib qo'yilgan va ishchilarni xonasi birma-bir joylashgan. Birinchi xonamiz burchakda, yonida ko'rayotganingizdek oynali xonalarimiz qilingan. Bu yerda zo'r tarafi shundaki, mana shu oynani olib turib, yana kattaroq qilib xonalarni bemalol o'rab olsangiz bo'ladi. Shundoq joyni aka buzib tashlash juda jalka bo'lyapti, to'g'risi. Lekin shaharni yaxshi joyida, Yunusobod tumani, Samara to'yxonani shundoq ro'parasi 150 sotixli joyda aka bu yoqqacha bilmadim, shunaqa chiroyli novostroyka qilib, jiloy kompleks qilib foydalansa bo'ladi. Bu yerga o'zi Yunusoboddan bilasiz, dom qursangiz so'raydiganlar juda ko'p. Shuning uchun domchi akalarga ham bu videoni yuborib qo'yinglar, biznesmen akalarga ham bu videoni yuborib qo'yinglar. Men bo'lsa Primoy joyi egalarini telefon raqamini yozib qoldirdim.